Agarda siz logistika sohasida 2025-yilda ishlagan bo'lsangiz, mana shu 3 ta kompaniyadan shu foizlarda daromad qilishingiz mumkin edi. Agarda siz logistika sohasida bo'lsangiz, siz Amerikani ichidagi bo'layotgan holatni, iqtisodiyotni ancha-muncha o'zbeklardan ko'ra yaxshiroq bilasiz. Shu sababdan logistikada bilasiz, qaysi sektor yaxshi yuryapti, qaysi sektorda yuklar ko'p tashlanyapti, bozorda holat qanaqa, bayrammi, bayram emasmi, odamlar sotib olish quvvati qanaqa, mana shu narsalarni analiz qilib borasiz. Va siz o'zingiz mana shu sektoringiz bo'yicha logistika kompaniyalariga investitsiya qilishingiz mumkin yoki o'zingiz bilgan, xohlagan Amerikani kompaniyalariga investitsiya qilib qo'shimcha daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz ham Amerika fond bozorida halol aksiyalarga investitsiya qilishni xohlasangiz, profilimga obuna bo'lib qo'ying, kuzatib boring. Men o'zimni shaxsiy investitsiyalarimni sizlar bilan ulashib boraman va akinda.io platformamizdan ro'yxatdan o'ting va ilovamizni yuklab oling. Investitsiya olamini biz bilan boshlang.